O'zi seriyali qotil yoki manyak degani kim? Bunday nomni olish uchun hisobda qancha qurbon bo'lishi kerak? Nima deb o'ylaysiz? 3, 5, 10. Aslida inson o'ziga o'xshagan odamlarning 100 tasini o'ldirib ham seriyali qotil deb tan olinmasligi mumkin, agar bu mudhish harakatlarni juda tez qilsa. Shu bois ham ommaviy va seriyali qotillar farqlanadi. Ommaviy qotil bir martada bir joyda bir necha kishini o'ldiradi. Seriyali qotil esa uzoq tanaffuslar bilan 2 yo undan ortiq jinoyat sodir etadi. Bu sovush davrlari seriyali qotilni bir vaqtning o'zida imkon qadar ko'proq odam o'ldiradigan ommaviy qotildan farqlaydigan belgi. Shuning uchun maktablarda shooting uyushtirganlarni yoki killerlarni seriyali qotil deb bo'lmaydi. Killer qurbonini shaxsiy sababga ko'ra tanlamaydi, uni buyurtmachi tanlab beradi. Manyak esa maniya so'zidan olingan. O'zini ulug'lash vasvasasi yo ta'qib qilish vasvasasi yo kimnidir zo'rlagan odamni manyak deyish to'g'riroq, ya'ni jinsiy manyak. Biroq matbuot va odamlar bu ikki tushunchani adashtirib yuborib, seriyali qotillarni ham manyak deb atay boshlashgan. Shu sabab oson bo'lishi uchun bu ikki tushuncha orasiga tenglik belgisini qo'yamiz. Kelishdikmi?